Bilasizmi nimaga xitoylik zavodingiz ikkinchi partiyadan narxini oshirib qo'yadi? Sababi xomashyo qimmatlashgani yoki elektr energiyani oshganida emas. Bu xitoyliklarning standart tuzog'i. Dastlab mijozni o'ziga o'rgatib, keyin narx bilan o'ynashni boshlashadi. Ayniqsa o'z brendingizni ishlab chiqarayotganingizda bu muammo juda ham ko'p uchraydi. Buni oldini olish uchun top 3 ta yechim beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Birinchidan, sinov partiyasida real logotipingizni bermang. Zapas logodan foydalaning. Tovaringiz yaxshi sotilsa, keyin asosiy brendni ishlab chiqarasiz. Ikkinchidan, hech qachon bitta zavodga bog'lanib qolmang. Namunani boshqa zavodlarga ham berib, ishlab chiqaruvchilar bazasini ko'paytiring. Shunda narxini tushirmasang, boshqasi bilan ishlayman degan rechak paydo bo'ladi. Uchinchidan, haqiqiy logoingiz urilgan mahsulotni chiqarishdan oldin nom va namunani Xitoy o'zida patentlab qo'ying. Aks holda zavod sizni prototipingizni o'z nomiga patentlab oladi. Sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Zavod narxini necha marta oshirgan? Kommentariyada yozib keting. Xitoy bilan professional tijorat qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.